ishoninglar, O'zbekistonni ekologiyasini hammamiz bilamiz. Qanaqa o'zi chang bizada, o'zi chang. Yana kamiga oxirgi paytlarda juda ham ko'p ekologiya buzilishini olib kiryapti. Uni kamiga biz ximikat bilan bolalarimiz boqyapmiz. Hammamiz idishda oyadigan sredstva olib kiramizmi uyga? Ana aytishgandek, bu mashina o'zida men o'zim komandamda mana shu o'tirishibdi, rinit, allergicheskiy, уже xronический bo'lib qolgan allergiyalar bor. Shular bitta shuni uyda almashtirganning o'zida tuzatishyapti. Nima yo'qotyapsizlar? Shu narsani itak olib kiramiz, to'g'rimi? Har bitta xonadonga kirish kerak, har bitta xonadon iste'molchi bo'lish shart deb o'ylayman men o'zim sifatida. Bekordan bekorga ximikatga pulimizni ishlatib tashlashimiz kerak emas. Oilamizni sog'lig'i birinchi o'chiribdi. Bitta doktorga borsak, qizlar qancha pulimiz ketyapti. Biznes bo'lib ketdi. Xafa bo'lmaylik, balki medik xodimlari bordir, farmatsevtlar bordir. Hammasi biznes bo'lib ketyapti. Prosta uyimizdan toza mahsulotlarni olib kirib, iste'molchi bo'lishingiz mumkin. Ikkinchisi, o'zingizlarning biznesini yaratishingiz mumkin. Savdo sotiq. Bu yerda tadbirkorlar bormi? Da, tadbirkorsiz. Chetga borib tovarlar olib keladigan insonlar bormi? Bor. Mayli savol bersam, bitta savol. Qaysi davlatga borib tovar olib kelasiz? Bizga o'zi Qozog'istondan o'zi keladi, olib keladi. O'zi keladi. Bungacha olib kelgansizlar bormi? Siz olib kelgansiz. Qaysi davlat? Turkiyadan. Turkiyaga borish necha pul? Aha, rastamoshkasi bor, kargosi bor. To'g'rimi? Tovarni olib kelmaguningizcha esingiz ketadi. Olib kelgan tovaringizni sotilmasligi qanchalik nima bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni an'anaviy biznesda faqat pul tikasiz, katta pullaringiz ketib qoladi. Biznes qilgan insonlar biladi. Uchinchisi, reklama qiluvchi. Mana shu kasb tanladim. Reklama biznesi, ya'niki shu bizning korporatsiyamizdagi tovarlarni har bitta xonadonga kiritib beramiz. Har bitta xonadonni sog'lomlashtirishga yordam beramiz. Korporatsiya buni orqasidan bizga bonuslar, kunlik daromadlar, oylik daromadlarni beradi. Qanaqaligini eshitamizmi? Shunisidan gapiring. Xuddi shu gap mana tadbirkorlar bor ekan. 4 million 700 bilan korporatsiya bilan shartnoma. Umringizda bir martagina biznesga sarflanadigan pul. Biznes qilgan insonlar sifatida bu pul biznes uchun kichkina pul, juda ham kichkina pul. Bu butun umrga beriladigan shartnoma tuziladi, lekin boshqa kompaniyalarga o'xshab katalog yopamiz, sumka ko'tarib tovar sotamiz degani emas. Xohlasangiz menga o'xshab faqat gapirib pul toping. Xohlasangiz sotuvchi magazinni ochish mumkin, mana davom etib ketamiz. Keyingisi. 4 million 700 bizga biznesimizga nima beradi? Nima bizga imkoniyatlar qilib beradi? Birinchi beradigan imkoniyati ID nomer beriladi. Bu telefoningizda programma. Sizlarni biznes xonanglar, ya'ni sizlarni shu ofisingizda deb aytsak, back office deb aytiladi. Shu qaysi davlatga ketsanglar